Avvalambor assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bu videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni so'rab qolaman. Sabab Hindistondan bir opamiz bizga murojaat bilan chiqqanlar. Shu murojaatlarni sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, oxirida o'zlari ham gapirib chiqqanlar. Bu opamiz Hindistonga borganlarda shu operatsiyalarga ozgina pullari yetmay qolgan. Shuning uchun bizdan yordam so'rab chiqyaptilar. Biz Ehson kanali emasmiz, lekin shu iltimoslarni yerda qoldirmagan holatda imkoni boricha yordam berishga harakat qildim. Sizlar ham qo'lingizdan kelganicha yordam beringlar shu opamizga. Ekranga qo'yilgan karta raqamlar, shu opamizning karta raqamlari har xil shubhali gaplar bo'lmasligi uchun o'zlarini ham qo'l telefonlarini qoldirdim. Bemalol telefon qilib hol ahvol so'rashinglar ham mumkin do'stlar. Agar qo'lingizdan ehson qilish kelmaydigan bo'lsa, shu videoni like bosib keting, xatiyab shu ehson qiluvchilarga yetib boradi do'stlar. Shunda ehsonga siz ham ozgina bo'lsa ham hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Marhamat, o'zlarining ham videolari bor. Mana do'stlar, sizlarga ishonchli bo'lishi uchun o'sha Hindistonda yotgan doktorlari, hind hamshirasi videoga olib, videoni tashlayapti mana do'stlar. Hech kim kasal bo'lmasin, Alloh shifo bersin bu singlimizga. İmkoniyati bor insonlar qancha qo'lingizdan yordam kelsa, o'zlarining shaxsiy karta raqamlari, telefon raqamlari turibdi, yordam beringlar. Iloji boricha shu videoga bittadan like bosib, podelitsa qilib qo'ying do'stlar.